Poloni hammadan bek yaxshi ko'ramiz. Ammo o'qitib ishda beshingiz qotadi. Shundaqmi? Bugun sizga tafsil tayyorlashni o'rgatib qo'yay. Go'shtni 150 gram cho'moqda parchalaymiz. Piyoz va sayriq qizil savizni qalamchalarda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Madiya a'lo sifatli shaldan oqlangan go'shtdan 1 kilogram ilib, pokiz yuvib, ilman suvga chilab qo'yamiz. Filmni yurak bir saqlab olib, davomini ko'ring. Qozonga madiya sap zig'ir yog'idan 200 gram qo'yib, normal qizganda go'shtni solib, sarg'aytib qo'rib, orqadan piyozni solib qo'rib, to'g'rab tayyor qilgan savisini solib, takshi adashtirib, 25 gram tuz solib, 5 minut atrofida qo'rib, 1300 ml atrofida suv quyib, 3 minut qaynatib, no'qot, zira, oq shakar solib, tuz ta'min etib, go'shtni takshi solib, tuvoqni yopib, 12 minut atrofida parlantirib olamiz. Vaqt to'shqanda tuvoqni ichib, go'shtni sabziga takkizib o'tmay o'rib, tayyor qilgan yal yemishlarini solib, yana 15 minut atrofida tavan o'tda dumlab pishirib olamiz. Mana o'xshagan pullarimizni tayyor bo'ldi. Taqsiga usib, ustiga go'shtni besibla iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Yana qaysi taomlarni o'rganganingiz bor? Inkas rayoniga qoldirib qo'ying. Ko'pchilik men pul aytganda nima uchun madiyan zig'irmay ishlataman? Chunki zig'irmayi sog'lomlik jihatdan elib aytganda pul o'tishga intayin mos keladi. Hamda ximiyaviy o'g'it dehqonchilik to'g'risi chechilmagan Qozog'istondan kirgan sap zig'ir materialdan ishlangan sap may bo'lganligi uchun mushaqni tanladim. Men Samatcha ustam. Pul aytganda zig'ir yog'i ishlashingizni, zig'ir yog'i sotib olganda madiyan markasida diqqat qilishni unutmang.